Dori. Muncha dori ichishni yaxshi ko'rasizlar. Kasal bo'lsa ham, bo'lmasa ham reklamada chiqqan hamma dorini ichgili keladi. Reklama ham tinmasdan faqat dori reklamasi. Nimaga? Chunki ehtiyoj bor. Chunki sizlar sotib olasizlar. Sehrli tayoqchaga o'xshaydi. Qondagi qandni tushirar ekan, davleniyani tushirar ekan, oq dog'larni yo'q qilar ekan, ya'ni uni ustiga bepushtlikda yordam berar ekan. Asosiysi u o't mahsuloti, dori emas, o'rganib qolmaysiz. Sizlar shunga ishonib yuribsizlar. O'zingizlar o'ylanglar. Shifokor yozib berayotgan dorilar tekshiruvdan o'tgan. Ularning ustida hayvonlarda tekshiruv, odamlarda tekshiruv o'tkazilgan. Ularni tasdiqlangandan keyin shifokor sizga yozadi. Asli bo'lsa, dori bo'lmagan mahsulotlarni qabul qilib, o'zingizga kerak bo'lgan, davleniya tushiradigan, sahr tushiradigan, o'zingizga kerak bo'lgan qon suyultiradigan dorilarni ichmayapsizlar. Shu to'g'rimi ekan? Sog'liq birinchi o'rinda-ku. Ba'zida hayron bo'laman, kasallik kelishadi. Qondagi qandni tushiradigan dorilarni ichyapman deb. Nima dori ichyapsiz desam, ko'rsatishadi. Suyuqlik tegida dori mahsuloti emas deb yozib qo'yilgan. Ichini o'rganib chiqsam, yoki spirt bo'ladi, yoki qanaqadir o't. Sizlar suv ichib yurishga, spirt ichib yurishga loyiqmisizlar? Agarda siz ham televizor yoki internet orqali reklamada ko'rgan dorilarni sotib olib yoki ichmoqchi bo'layotgan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Ular sizga foydami yoki ta'sir qilmaydimi? Men sizga javob beraman.